bizdan duo qilishadi, ayniqsa hijobga kirmoqchi bo'lganlar. Qaysi biri sizga yaqin bo'lsa, o'sha biznes olib qolishimiz kerak. Sifatligini topshirsa qiyin-da bizada. So'rashyapti. Qiziqaman bergani. Chiroyli tushuntirib, men boshqara olmayman, bu yo'nalish meniki emas ekan. Bor klientlarni ishlashni bilish kerak edi. Va o'shaning uchun bizda polностью bloger pozitsiyasiga o'tishimiz kerak. Eng yoqadigan gapingiz, o'zingizni dunyoga ko'rsatmasangiz, dunyo siz borligingizni bilmaydi. Assalomu alaykum. Bugun meni razborimda marketing qirolichasi o'quvchi Mubina. Mubinada ikkita biznesi bor ekan. Bittasi bog'cha, qaynonasi bilan birga ochgan, ikkinchisi o'ziga tegishli biznes. Bu sharf, hijob, ro'mollar biznesi. Xo'sh, Mubina, birinchi o'rinda nima demoqchiman? Kursdan nima oldingiz va qaysi bilimlarni ishlatdingiz? Birinchi bo'lib o'zi 2021-yilda birinchi farzandim tug'gandan beri kuzataman. Juda ham olgim kelgan, shu paytda ham biznesim bo'lgan. Astoydil niyat qilganman, но никак не могла. Mana bu yilgi nasib qilgan ekan. Juda ham 2025-yilda eng katta yutug'im shu. Ko'p qarshiliklar bilan oldim bu kursni ham. Birinchi bo'lib eng yoqadigan gapingiz, o'zingizni dunyoga ko'rsatmasangiz, dunyo siz borligingizni bilmaydi. Shunga umuman qo'rqmay yuzimni ko'rsatishni boshladim auditoriyamga. Keyingisi bor klientlarni ishlashni bilish kerak edi. Misol uchun hozirgi kunda obunachim kam bo'lsa, klientim ko'p. Har bittasi men qayta bog'lanish, отзыв olish. Ular yoshni kutmayman, sразу o'zim yozaman. Qani yaxshi keldimi, rangi to'g'ri keldimi, muammo yo'qmi deb o'zim отзыв olaman. Mana shu narsada juda katta so'zimga anaqa bo'ldi. O'sishiga sabab bo'ldi. Mubina, biz ikkita biznesimiz bo'lsa, umuman yaxshi daromad qila olmaymiz. Nima uchun? Ayniqsa ayollar, ikkita farzandingiz bor, qaynoq-qaynotangiz bor. Agarda hijobga, biznesingizga yaxshi vaqt ajratmasangiz, o'zingiz aldaysizda. Voy, bog'chaga ham beryapman deysiz. Bog'chada natija bo'lmasa, voy, ko'proq hijob biznesimga ham beryapman deysiz. O'zingiz aldab, mahsulotni bo'yningizga olmaysiz. O'shaning uchun qaysi biri sizga yaqin bo'lsa, o'sha biznes olib qolishimiz kerak. Yoki bog'chani tanlang, yoki hijob biznesini tanlang. Sotuv hijob. Sotuv biznesi hijobni ko'rdim. Sanksiz uning uchun biz eski hozirgi bog'chadan chiroyli tushuntirib, men boshqara olmayman, bu yo'nalish meniki emas ekan. Yaxshi zo'r boshqa bog'chani yurg'izib bergan menejer olsa agarda, o'sha menejer zo'r qilib yurg'izib beradi, daromadga olib chiqib beradi deb tushuntirib, bu bog'chadan chiqib ketishimiz kerak. Birinchisi shu. Biz qachon o'samiz, Mubina 26 yoshlar bo'lsangiz ham, sizda hozir chiroyli tushuntirib bera olmaganligingiz uchun siz hali ham detskiy pozitsiyadasiz. Ya'ni yo'q deya olmagansiz qaynonangizga, ichingizdagini hali ham tushuntira olmagansiz. Ertaga klientlarga yo'q deyishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak, partnyorlarga. Shuning uchun biz katta bo'lishimiz kerak. Katta insonda oddiy yosh boladan farqi, men bu qilig'ing yoqmadi, men bu qilig'ing yoqdi, со mной так можно, со mной так нельзя deb tushuntirib beradi katta odam. Yosh bola o'tiraveradi, meni xafa qilishdi, menga majburlashdi, ota-onam metodi deb. Shuning uchun birinchi o'rinda biz qachon o'samiz, неудобный разговорlarga kirsa, неудобный разговорda oyijon shunaqa bo'lyapti, shunaqa deb неудобный разговорdan keyin bizda har doim o'sish bo'ladi. Любой joyda неудобный разговорdan keyin rost bo'ladi. Shuning uchun неудобный разговорga kirib, bog'chadan voz kechishimiz kerak. Agar biz kayfiyat qilmayotgan bo'lsak va u yerda kelajagimiz ko'rmasak. Ikkinchi o'rinda, lekin siz tanlagan biznes, hijob biznesi, ro'mol biznesi juda ham konkurentni. Instagramda har bitta hijobli qiz hijob sotishga harakat qiladi. No, hammada Xitoyga, ekan turistga oddiy brend, premium ro'mol yo'q. Bir xilda Xitoydan ham o'shalarni sharflardan olib keling, lekin sizda katta sotuv bo'lishi mumkin, agarda ularga bepul ko'p foydangiz tegsa. Bepul qanaqa biz foydamiz tegadi? Hijob o'rashni har xil turlarini ko'rsatib bersak. To'q ko'jaliklar qanaqa rangli hijob o'rash kerakligini aytib bersak. Studentlar uchun hijob o'rash stillarini aytib bersak. To'y marosimlar uchun hijob o'rash stillarini ko'rsatib bersak. Ofis uchun hijob o'rash stillarini ko'rsatib bersak. Bizdan duo qilishadi, ayniqsa hijobga kirmoqchi bo'lganlar. Agarda men Instagramga hijob o'rashni o'rgatib qiladigan bo'lsam, har bitta hijobga kiradigan qiz mendan o'rganib, mendan hijob sotib oladi. Va o'shaning uchun bizda polностью bloger pozitsiyasiga o'tishimiz kerak. Bloger pozitsiyasiga kirgan bo'lsa, biz fashion bloger bo'lishimiz kerak. Fashion blogerlikda ham ko'proq foydamiz tegish kerak. Har xil marosimga, har xil hijob o'rash turlarini yuzimiz dumaloq uzuncholigiga qarab hijob o'rash stilini tanlashligimiz. Kojamizga, makiyajimizga qarab hijobning rangini tanlashligimiz, sharfning rangini tanlashligimiz.
Shular har bittasini bizni blogimizda ko'rsatishimiz kerak. Bizni content marketingga o'tishimiz kerak. Content marketingda bizni content orqali auditoriyani loyalnostini oshiramiz. Auditoriyani qiziqishini oshiramiz va auditoriyani o'zimizning sohamizga qiziqtiramiz. Bu birinchi muammo yechayotganimizda juda ko'p ayollar hijob o'rashni bilmaydi. 99% birinchi o'raganda vobshim yarashmaydi. U vobshim bir xunuk qilib o'raydi hamma. Boshlashadi. Afsuslanishni boshlaydi. Shuning uchun bizni uni kirish maza bo'lishligi uchun, komfortni his qilish uchun biz nafaqat hijob o'rashni o'rgatamiz, balki-da hijoblilar stilni butun lookini ko'rsatamiz. Juda ko'pchilik stilni emas bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Juda ko'pchilik xunuk bo'lib qolaman deb o'ylaydi. O'shaning uchun biza fashion blog qilganimizda sportivniy hijobli kiyimlar, to'ydagi, marosimdagi, o'qishga eng stilni ba'zi qanaqa qilib kiyinish kerakligini o'rgatamiz blogimizda. Shunda bizdan qancha auditoriya foyda olsa, qancha auditoriyani ilhomlantira olsak, qancha auditoriyaga hijob o'rashni o'rgata olsak, shunda bizdan sotib oladi. Ayana brendining asoschisi menda o'qigan, Ayanaga aytganman, kasha bo'lgan, prosta kiyim olib degan, o'zi ortiqcha kilogrammi bo'lgan, magazini kasha bo'lgan, san ayollarga kiyinishni o'rgatishing kerak deganman. O'shanda u qiz rossiyskiy ekspertlardan kurs sotib olib, fashion odamlarning stilistikasiga o'qishni boshladi. O'zini alohida Ayana stilist deb ham ochdi. Hamma reelslarni millionni reelsga o'tib, sotuvi 10 barobar, 20 barobarga oshib ketdi. Prosta o'zini shaxsiy brendi oshib ketganligi uchun u yoqda o'zini opaqalarga o'xshab kiyinmaydi degan reels juda katta ahvat oldi. 2 millionga yaqin bo'lib ketdi. Mashina oldi, yangi uchastkaga ko'chdi. Ya'niki bizni auditoriyani kiyinishga o'rgatamiz. Nima uchun Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuittonlar fashion pokaz qiladi? Bizga kiyinishni o'rgatish uchun. Bo'lmasa biz hech qachon Gucci'ning sumkalarini, kiyimlarini olmaymiz biz agarda pokazini ko'rmasak. O'zi Turkiyani ham ko'p kuzataman. U yerda misol uchun master-klasslar ko'p qo'yishadi. Hijob o'ynash uchun stereotipiga moslab turib, qanaqa o'rash kerak, yuziga, shakliga qarab. Uni gapirib, qizlar mana bunaqa ro'mol hijob yangi kirayotganda qiladigan to'p xatolar. Maktabga o'rash stillari, qanaqa ranglar siz o'qishingizga yordam beradi. Bej ranglarni qanaqa o'rash kerak, qanaqa qilib kiyish kerak. Hozir hammaga moda bo'lgan kargo shimlarni, hijoblilar nima bilan kiysa bo'ladi deb gapirib, huquq bilan reelslar olishimiz kerak bo'ladi. Agarda mobilografingiz yo'q bo'lsa, mobilograf bilan birga olsangiz ham bo'ladi. Hamma fashion perihodlar hammasi bo'lishi kerak. Har bitta hijobli qiz sizni kuzatish kerak siz yoshingizdagilar. Chunki sizda vashi motivatsion eng modniy stranitsa bo'lishi kerak hijoblilar uchun. Значит, я mobilograf bilan ishlashim kerak. Mobilograf bilan professional reels maker bilan ishlaysiz, hook bilan ishlaydi, call to action bilan ishlaydi, yaxshiroq ishlaydi. Ya'ni professional reels maker sizga prosmotr, like ham garantiya beradigan reels maker bilan ishlashingiz kerak. Sotuv bo'yicha shu sotuv keladi. Sotuv kelib turadi, bo'veradi. Telegram sotuv bo'yicha reelsingizdan Telegramingizga o'tish kerak, Telegramdan sizdan sotib olish kerak. Telegram bilan direktga javob bergan bitta admin olasiz, ko'proq investitsiyangiz hozir reelslaringizga ketadi. Reelslarni oddiy reels maker bilan birga prosmotr olib keladigan, like yig'adigan reelslar yig'asiz va asl maqsadingiz qizlarga hijobda chiroyli his qilishiga yordam berish bo'ladi asl maqsadingiz. Shu tovarim, shu Turkiyadan olib kelayotgan premium ro'mollarim qovuradi, sharflarim. Da. Qovuradi. Da, конечно. Odamlarga o'rgatishim kerak, mobilograf olishim kerak. Fashion blog bo'lish kerak sizdan. Har xil fashion bloglarni ko'rib, qanaqa uyg'izayotganini ko'rishingiz kerak. А вот насчет оптома. Насчет оптома не думать об этом. Насчет оптома sizda umuman sotuv qilmagansiz-ku. Yo'q, so'rashadi, qizg'anaman deb bergan. So'rashyapti, chunki haqiqatan yo'q deb. Bu sharflar ko'pchilik trikotaj yaxshi ko'radi, o'ranganlar. Sifatligini topshirsa qiyin deb bizada. So'rashyapti. Qizg'anaman bergani. Bitta menda bo'lsin degan narsa fikr bo'lib qolganda menda-da. Yo'q, faqat menda bo'lishi kerak degan. Berib ko'ring, o'zingizdan olib ustiga qo'yib, nima o'tirmaydi. Optimaga berib ko'ring, men bilmayman, men prosta optim ishlashda ham o'zini strategiyasi bor-da, o'zini optaviklar bilan yaxshi kelishish kerak biznes egalari bilan. Bu narsasi ham bor. Siz fashion blogger ko'rdingizda. Men siz fashion blogger ko'rdim. Fashion blogger bo'ling. Bo'li fashion blogger, dizayner, stilist. Chunki hijoblilarga yaxshi fashion blogger kim bizada? Zo'r stilni kiyinadigan hijobli qiz bormi? Yo'q. Opoqalar kiyinishadi, qosh tepaga mana bu uchirib, mana bu tepaga jihaz bo'lgan, labni ishirib olgan, bitta Dubayda abayasini kiyib yurishadi, g'alati arabskiy muzika qo'yib yuborishadi. Juda xunuk. Не эстетично, не стильно, просто juda ham vulgarni.
Hijobga kirgani juda ko'p juda ham vulgarni. Hijobga kirish degani qoshni uchini tepaga ko'tarish degani, hijobga kirish degani labni o'chirish degani, qora abayani kiyib olib, birorta inomarkada katta gul bilan yurish degani. Это очень неестественно, это не стиль, это не фэшн, это ничего. Это просто для кого-то, они вот вторая жена и просто хиджабga kirgan. Для кого-то, я не знаю. Или ikkinchi toifadagi bor. Xb ro'mol bilan bundoq qilib o'rab olishadi, betiga hech nima qo'shmaydi, krossovka bilan sportivkani mujskoy variantida kirib yurishadi. Такое или слишком мужской, или слишком вульгарно, но стильно kiyingan hijoblar juda oz. Arabkalar, Yevropa, Turkiya shekilli. Turkiyada. Masalan, stilni, rangini, kiydirib, brendini hamma yo'g'ini kiyib yurgan hijobli qizlar juda oz. Juda oz. Topamiz. Eslamayamiz ham, Sugar Plum ko'rsataman, nima? Да, Sugar Plum типа brendiga moslab kiyinadi. Uniki ham полностью hijob emasda. Именно hijobli blogerlarni kuzatsangiz kerak. Dalalit degani bo'lardi, oldin Kuvaytlik qizlar bo'lar edi. Turkiyani ko'p kuzataman, anaqani ko'rsam, Dubaydagilarni ko'p ko'raman. Men Qatarda qirolichasini kelinini kuzataman. Ko'rmagan ekanman, ko'rsam bo'ladi. O'shani kuzataman, normalniy, a? Juda chiroyli qiz. O'shaning uchun o'sha stil topib kelishimiz kerak. O'ta vulgarniy emassiz-da siz yoki chechenkalarga o'sha belini mana bundoq qilib hijob o'rishadi, это очень vulgarно. Именно нормальный, стильный hijoblar juda oz. To'g'ri. И haqiqatda hijobga kirib stilni yurgan qizlar ham juda oz. Или просто katta kiyimlar kiyib olishadi, или слишком vulgarni bo'lib ketadi yoki вообще sportivkaga kirishadi. O'shaning uchun normalniy har bir tug'ilgan kunga qanaqa kiysa bo'ladi? Uchrashuvga nima kiysa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Endi risolat ham normalniy kiyinadi, lekin u stil emas. Stilni odam aksessuarlarga yordam ahamiyat beradi. Oyoq kiyimiga, sumkasiga, hamma yoqqa ahamiyat beradi-da. Tushundim. Tushundingizmi? Da, tushundim. Ancha ishim ko'p ekan. No, endi o'zingizni fashion dizaynerga, fashion blogerman deb qabul qilishingiz kerak-da. Qancha qimmat joylarda fotosessiyalar qilib, qimmat aksessuarlarni ko'rsatsangiz, уже hijobni ham qimmat sota olasiz. O'zi aslida xuddi sizdagida, жизненный lifestyle qo'yib uyimni ko'rsa, сразу yozishadi-da. Yo'q, uni полностью страницasiga kirganda shunaqa bo'lish kerak. With Love Linani kuzatasizmi? With Love Lina. Da, u ham o'zini medistralidan ketib anaqa kirdi-yu, dizayner o'zini kiyimini chiqaryapti. U oldin medistralidan ketdi-ku. Oldin medistralida. Ko'raman. Людям anu pampesni yaxshi ko'rishadi. Ular pampes emas, u bizanikida. Aytaman-ku, нормальный fonga qo'yman, olaman. Yo'q. Fashion это образ жизни. Почему сейчас Louis Vuitton'da shokoladi bor? Nima uchun Christian Dior'ning kafesi bor? Nima uchun Armani'da kafesi bor? Nima uchun Bulgari'da gostinitsasi bor? Brend и fashion это образ жизни. И вот. O'shaning uchun ham bitta fonni o'ziga ko'rsatsangiz, yo'q sotib bo'lmaydi. Это не будет, это Zara, это эконом-класс, это Xitoy. Chanel, Louis Vuitton'lar umuman boshqacha reklamni qiladi, strategiya qiladi. Это образ жизни. Sugar Plum ham образ жизни. Да. Это образ жизни. Istoriyalar qo'yganlarga Это образ жизни, это образ жизни. Qimmat yo'nalish bu образ жизни. Shu premiumga chiqmoqchiman-da. Premium bo'lish uchun premium content bo'lish kerak. Premium brendlarning orasida siz hijobingiz bo'lishi kerak. Men Sugar Plumni premium qilmoqchi bo'lganimda, qimmat sotmoqchi bo'lganimda Elsa atirlarni orasiga qo'y, Christian Dior sumkalarni orasiga qo'yib qo'y deganman. U turban. Shuni ham rasmga yotgansiz, shular brend oldida olgan degansiz. Shunaqa olish kerak. Misol uchun paketlarga ham ancha-muncha pul tikib qo'yganman-da, men upakovkasiga. Hozir faqat content marketinglar yutib chiqasiz. Content marketingingiz qachon yutib chiqadi? Ko'pchilikka foyda tegsa. Ko'pchilikka o'rgatadigan bo'lsa, bunday yo'nalishda hijobingizni o'ramang. Uchrashuvga mana bunaqa kiyining. Mana bunaqa hijob siz yuzingizni to'lishtirib qo'yadi yoki xalaqit beradi, tushib ketadi. Universitetga mana bunaqa qilib o'ring. Ish topmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa kiyining ishxonaga deb, har xil luklar har bitta hayotda bitta anaqasiga. O'shanga target yoqinglar. Da. Tushundim. Hozir qanaqa trendda muzika bo'lsa, qanaqa trend ketayotgan bo'lsa, shunaqa bo'lish kerak. No, men premiumman, men lyuksman degan xayolingizda narsa bo'lish kerak. Da. Bundan tushkum kelmayapti. Всё? Bog'chadan ketamiz, fashion blogerlikka aylanamiz. Tushunarli, rahmat. Tushunarlimi? Давайте. Yana kelay, rahmat.